ko'ryapsiz. Agrosanoat juda ham yaxshi rivojlangan. Даже o'ta zo'r desam ham bo'ladi. Bu aniqsa mening shaxsiy fikrim. Ko'rganlarim texnologiyalarda bu yerdagi o'zimizni ko'rmaganman, ya'ni O'zbekistonda. Balki kimlargadir bu odatiy holdir. Zavod hududida videoga olish, telefon ishlatish mumkin emas. Ishlatgan taqdiringizda kameralarga maxsus nakleykalar beradi. O'shalarni qo'yib ishlatishingiz mumkin. Xabarlarga javob berishingiz, soatni ko'rishingiz mumkin. Pereriflarda gaplashishingiz mumkin. Bunda ham lekin qat'iy kontrol, kameralar yopiq bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish jarayonini videoga olish mumkin emas. Bunga polyalar. Zavod hududi mana shu yerdan boshlanadi. Ko'ryapsiz. Fuqarolar turadigan joy, logistika markazlari bu yerda. Zavod hududi juda ham katta. Andijonda, Asakada, o'zimizning O'zavtomotorda territoriyasi qanchalik katta bilmayman. Ammo andijonliklar bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa, solishtirishi mumkin, fikrlarini bildirishi mumkin. Mana bu yerda Porsche turibdi. Yangi kuzov, eski kuzov hammasi yangi ishlab chiqarilgan Porschelar. Porschelar ko'ryapsiz. Hammaga ma'lum. Porsche, Lamborghini, Volkswagen, Audi. Yana bir ikkita avtomobillar Volkswagen oilasiga kiradi. Boshqaruv Volkswagen'da. Bu yer ishchilarning avtomobillari turadigan joy, parkovka. Zavod. Kuzatib boring. Kimga qiziq bo'lsa albatta. Yangiliklar, shart-sharoitlar, ish qanday, oyliklar qanday, barchasi haqida ma'lumot berib boraman.